qay davrga e'tibor qaratsak, ana shu davrda eng katta mavzu bu kitob mavzusi bo'lgan. Chunki inson insonligini, uning ma'naviy dunyosi, tafakkurini boyitadigan yagona vosita bu kitob hisoblanadi. Va shuning uchun ham ota-bobolarimiz ham hattoki qadimgi davrlardan boshlab o'z tafakkurlarini, dunyoqarashlarini boyitish maqsadida, jamiyatga biror bir foydasi tegishi uchun harakat qilish maqsadida har xil kitoblar mutolaasi bilan mashg'ul bo'lgan. Yoki oddiy insonlar ham hayotini mazmunini asosan kitob bilan o'tkazgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda ham insonni ma'naviyatini boyitadigan asosiy vosita kitob ekan, prezidentimiz tomonidan bunga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni turli xil kitob tadbirlari yoki bo'lmasam yosh avlodni ma'naviyatli qilish uchun, tafakkurini boyitish uchun, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun turli xil yosh kitobxon ko'rik tanlovlari, zukko kitobxon ko'rik tanlovlari tashkil etilyapti. Bularning zamirida albatta har bir avlodni ma'naviyatli qilish masalasi yotibdi. Va zukko kitobxonda har yil o'quvchilar qatnashib, har oyda qatnashib ma'lum bir miqdorda pul mukofoti bilan taqdirlanadilar. Yoki bo'lmasam yosh kitobxon ko'rik tanlovida qatnashish orqali o'zlarining bilimlarini boyitadilar va hattoki dastlabki bilimlar tanlovlari Spark avtomobilini yutishgan bo'lsalar, endilikda elektromobillarni qo'lga kiritishga harakat qilyaptilar. Va shu bilan bir so'z bilan aytganda, kitob o'qigan inson hech qachon xor bo'lmaydi, faqatgina yutadi. Va har birimiz bo'sh vaqtimizni, nafaqat bo'sh vaqtimizni, hayotimizning asosiy vaqtini mana shunday mazmunli o'tkazish maqsadida kitob o'qishimiz va undan juda ham ko'plab saboqlarni olishimiz kerak. Hozir endi bizda kitobxonlarimiz sizlar uchun o'zlarini eng yoqtirgan she'rlaridan o'qib beradilar. Marhamat. Kiymay qo'ydi odamlar. Bir shoir, bir nosirdan boshqa sochlar silliq qadamlar u og'irlik qilyapti boshida. Rost do'ppilar, yolg'on do'ppilar, kinolarda qolg'on do'ppilar. Chust do'ppilar, anjon do'ppilar, munchoqdek marg'ilon do'ppilar. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar. Bir shoir, bir nosirdan o'zga men ham sizga berdim savollar. Shlyapamni bostirib ko'zga. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar. Ko'ngil esa ko'rmoq istaydi. Madaniyat gullagan damlar kallaga e'tibor istaydi. Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar. Na uyda va na ko'chada. Mir-temirlar, g'afur g'ulomlar yechgan do'ppi qon tokchada. Bu qandayin ko'rko'lik savdo? Do'ppi kiymay qo'ydi haloyiq. Boshga loyiq do'ppi yo'qdir yo. Bosh qolmadi do'ppiga loyiq. Ba'zan shod ko'rindim, yo'q chekdim noni. O'zim chaqadi ham, bola ham bola. Yo'q yolg'on, yo'qda rostdir bu dunyo. Onamning bo'ynida mastdir. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar. Yig'lasang ko'ri yo'q, so'ng qo'yib, o'zicha osmonga mastdir. Onamning bo'ynida mastdir. Yugurib har yoni baxtni izlab, yerdan izlolmay ko'kni izlab. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir dunyo, onamning bo'ynida mastdir. O'tar qancha yillar ko'z olib, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qilib, muhabbat qilib. Qorachig'ida porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni dor aylagan o'sha. Mehr qilib, muhabbat qilib. Anor sening yuzlaring suruv, xumor sening ko'zlaring suruv, yodda qolmas so'zlaring suruv. Mehr qilib, Nima tugaganlar o'tirishdi. Nima bo'shatib beraman. Hech qanday tashvishim ham tobora oldida İllik kılacağım yurtlarını bunu. Benim çarpıda topulup afır. Arkada oyun. Çıkı adam. Çoğadan katmanlar. Mazda. Mabuda yüz verse buna bakar. Kışkıntı oşmasın hiç kandan azar.
tosh turmalar jallod. Agar mendan parcha qog'ozni bunda mudhish sukut o'rmalar, chiqarmaslik kerak ovozni. Madorim yo'q qalam ushlashga, yuraklarim ketgandir ozib. Devorlarga hattoki toshga ko'zim bilan qo'yyapman yozib. Havo yo'qdur nafas olmoqqa, eshitilmas hatto mahkumsaz. Xat ko'tarsang boshing yormoqqa, bunda shiftlar qilib turar qasd. Qo'limda kishan, bo'ynimda sirtmoq, ko'rarmanmi erkingni vatan? Qonga to'lgan yuragim bilan men qaringda qanday yotaman? Umidim bor bir kun kelar erk, shu kun tinar zulmat va faryod. Kishanlarni parchalab yorib, so'zlarimni etarlar ozod. Tosh turmalar, jallod turmalar.